Assalomu alaykum. Andijon santexnik gruppasi kuzatuvchilari va santexnik ishqibozlari yana bir obyektimizni biz nihoyasiga yetdik. Bu yer oldin to'yxona bo'lgan, bog'chaga moslashtirishgan. Bu yerga 13 ta batareya, panelli batareya qo'yib berdik. Isitish tizimi elektriskiy propanga, umniy kotelni nima qilib berdik? Mo'ljallab berdik. Xudo xolasa yaqqanimizga 20 minut bo'ldi. Graduslar 40-45 gradus. Podacha kirish 40, qaytish kirish 45, qaytish 40 ko'rsatyapti. Kimga shunaqa ishlarga ehtiyoji bo'lsa yoki usta qidirayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Xizmatimiz Andijon Asaka bo'ylab. Bu batareyalarimizni основной duchovoy sistema qildik. Ichki montaj qilishni imkoni yo'q edi. Shuning uchun iloji boricha yosh bolalarga xalaqit qilmaydigan darajada tashqi montaj qildik. Bu yerimizda Zifler 26 kilovatli kotel qo'ydik. Yoniga esa sistema qilib bo'lsa-da, elektriskiy mabodo gaz aylantiradigan holatda yoki tugatilgan holatda foydalanish uchun elektriskiy qilib berdik. Turbalarimiz hammasini izolyatsiya holatda qildik. Tashqi holatlarda, ichkari holatda, uyda xonaning ichki issiq holatlarida esa bez izolyatsiya qildik. Uyda egasining talabi bo'yicha. Rahmat.